Har bir maskanning o'z nafasi, o'z tarixi va o'ziga xos jozibasi bor. Ana shunday betakror go'shalardan biri Namangan viloyatining So'lim va Bahavo maskani Yangiqo'rg'on tumanida. Chotqol tog'lari etaklarida joylashgan bu go'sha musaffo havo, yam-yashil tabiat, zilol buloqlar va betakror manzaralari bilan har bir mehmonni o'ziga maftun etadi. Bu yerda tabiat va inson mujassam, qadriyat va zamonaviylik bir-birini to'ldirib, unutilmas taassurot uyg'otadi. Yangiqo'rg'onning eng mashhur maskanlaridan biri Nanay turistik hududi. Tog' bag'ridagi So'lim dam olish maskanlari, salqin iqlimi, musaffo havosi va go'zal landshaftlari yilning har faslida minglab sayyohlarni o'ziga chorlaydi. Tumanning etnografik merosi ham o'ziga xos. Mehmondo'st xalqining samimiyati, milliy urf-odatlar, qadriyatlar va o'zbekona turmush tarzi bu diyorga yanada fayz bag'ishlaydi. Bog'-o'roqlar, serhosil dalalar, tog' etaklaridagi qishloqlar va tabiatning betakror uyg'unligi Yangiqo'rg'onni nafaqat sayohat, balki xotirjam hordiq chiqarish uchun eng munosib maskanlardan biriga aylantiradi. Bu yerga kelgan har bir mehmon nafaqat go'zal manzaralardan bahramand bo'ladi, balki xalqimizning boy madaniyati, samimiy mehmondo'stligi va milliy qadriyatlarni ham yaqindan his etadi. Yangiqo'rg'on tabiat va madaniyat uyg'unlashgan, yangi taassurotlar hadya etadigan betakror diyor.